Assalomu alaykum. Sizlar bilan Suhrob, bu O'zbeksaidov kanali. Demak, bugungi video obzorimizda nima haqida gaplashamiz? Bugungi video obzorimizda sizlar bilan Binance'ning umuman olganda Binance Square, ya'ni Square bo'limi, umuman olganda Square loyihasi haqida gaplashamiz. Bilasizlar, Binance'da umuman olganda rosa ko'p loyihalari bor. Sizlarga bundan oldingi videolarimda ham ko'p Binance'ga aloqador loyihalari haqida, qanday qilib foydalanishlik haqida, umuman olganda Binance'ning mahsulotlari, loyihalari haqida tanishtirgandim. Bu bilan siz o'rganib, bemalol foydalanib, qanday qilib daromad qilish va hokazo hammasini tushunib yetishingiz, o'rganib olgansiz degan umiddaman. Umuman olganda ko'pchilikdan albatta minnatdorchiliklar eshitdim va hokazo. Albatta hammasi sizlar uchun edi bu obunachilar va biz Binance bilan hamkorlikda, to'g'rirog'i men affiliate edim umuman olganda va o'sha produktlardan birini davom ettirib kelayotgandik va уже tabriklasangiz bo'ladi. Sizlarni sharofatlaringiz bilan men Binance'ning Top KOL'iga aylandim. Top KOL ya'ni uzaytirmasi Top Key Opinion Leader, ya'ni tarjimasi bu kalit so'z fikri, ya'ni bu jamiyatga umuman olganda kontent yaratadigan inson, o'sha auditoriyaga o'z fikrini o'tkaza oladigan inson sifatida o'sha status, umuman olganda pozitsiyani oladi. Buni hech kim o'zi istalgan odam bo'lolmaydi. Buning uchun albatta hamkor bo'lish kerak. Hamkordan so'ng albatta o'sha statusda olishingiz mumkin. Va bunga bu degani nimani anglatadi? Bu degani sizlar bilan shunaqa imkoniyatlar yaratib, to'g'rirog'i Binance produkti haqida yaxshigina ma'lumotlar berib, sizlarga Binance'ga aloqador ko'p kontentlar qildim. Bu endi esa yanada yaxshiroq imkoniyatlar, yanada ko'proq informatsiyalar olib sizlarga taqdim eta olaman degani. Ya'ni bu narsa bizga yanada plyus beradi. Endi sizlar bilan ko'pgina imkoniyatlardan foydalanib sizlarga o'sha narsalarni taqdim eta olaman. Va yana bir yangilik, o'sha Square bo'limida streamlar tez orada o'tkazamiz. Audio streamlar yokida video, ya'ni yuzma-yuz bunaqa streamlar qilish mumkin, yokida audio tarzda ovozli chat deydimi, umuman olganda o'shanaqa qilib Zoom'ga o'xshagan va hokazo, Telegramdagi chatga o'xshab yokida shunaqa qilishimiz mumkin. Tak, endi Square platformasiga kirsak, Square platformasi mana shunaqa belgida bo'ladi. Stay enjoy with everything crypto. Bu platforma kirsak, ko'rib turganlaringizdek, birinchi o'rinda sizlarga savol bergan bo'lardim. Bu sizlarga nimani eslatyapti? Bu sizlarga meni fikrimcha ijtimoiy tarmog'ida qandaydir eslatayotgan bo'lsa kerak. Ha, xuddi shunday to'g'ri taxmin qildingiz. Ya'ni ko'plar aytadi Telegramga o'xshaydi yoki Twitterga o'xshab ketadi umuman olganda deydi. Lekin aslida ko'pgina ijtimoiy tarmoqlardagi xususiyatlarni o'z ichiga olgan platforma hisoblanadi. Ya'ni bu Binance'ning o'zini ijtimoiy tarmog'i. Xuddi boshqa ijtimoiy tarmoqlarda blogerlarni kuzatib qilganingizdek, xuddi shunday siz xuddi mana shu Binance'ni o'zini platformasida Binance'dan chiqmagan holda bemalol o'zini ijtimoiy tarmog'ida Binance'ga aloqador yoki umuman olganda kripto sohaga aloqador ma'lumotlar, foydali ma'lumotlardan tortib, o'zizga kerakli bo'lgan qiziq ma'lumotlarni topib bemalol foydalanishingiz mumkin. Va ko'rib turganingizdek, o'sha Binance Square o'zi anglischasiga o'qilishi umuman Square bo'lsa, ruschasiga площадь yokida o'zbekchasiga maydon deyiladi. Как o'sha oldin feed bo'lgan, keyin va hokazo o'sha Square'ga olingan. Bu o'zi bir necha yil oldin o'sha ochilgan va bu narsa ijtimoiy tarmoq desangiz bo'ladi va bu blogerlar uchun ham va obunachilarni birlashtiradigan joy. Umuman olganda mazmunini tushunsangiz, blogerlar uchun albatta monetizatsiya bor. Siz bu yerga umuman kontentlar yaratsangiz, mana shu sohaga aloqador hokazo, albatta monetizatsiyasi bor. Albatta uni shartlari bilan albatta tanishib chiqsangiz bo'ladi. Tak, platformaga keladigan bo'lsak, mana shunaqa oddiy platforma. Bu yerda masalan rekomendatsiya bo'limi bor. Bu yerda masalan birdaniga post, video, rasm, smaylak, umuman olganda grafiklar yoki umuman olganda narsalarni post qilib yuborishingiz mumkin. O'z fikrlaringizni yozishingiz mumkin. Umuman olganda kontent yaratuvchi inson bo'lib, ya'ni bloglar olib borishni istalgan odam qila olishi mumkin. Tavsiya qilgan bo'lardim kontent olib borishni. Blog kontent yaratish bo'yicha tajribaga ega blogerlarni mana shu platformadan foydalanishingizni. Va obunachilarda esa agar siz qila olmasangiz, lekin men ko'proq narsa o'rganmoqchiman, foydalanmoqchiman va hokazo o'sha narsalarni
xohlamoqchi bo'lsangiz, albatta shu Binance Core platformasidan foydalaning. Ya'ni bu Binance o'zini ijtimoiy tarmog'idan boshqa ijtimoiy tarmoqlarga kirib yotib, Telegram yoki Instagramda yurmasdan faqat Binance'ga fokus qaratib o'sha ishlashingiz mumkin. Shunday. Va mana ko'rib turganlaringizda hamma o'zini fikrini yozgan, masalan, 10 talay va hokazo. И bu til, masalan, men angliyskiy qilganman, полностью man o'zimni kompyuterim tilini va hokazo. Umuman olganda Binance'da ham xuddi angliyskiy qilganim uchun avtomatik barcha narsalar ko'rib turganlaringizdek inglizskiy tilga tarjima qilingan. Xohlasangiz, agar sizga rus tili qulay bo'lsa, rus tili qilsangiz, postdagi tekstlardan tortib barchasi rus tiliga aylanadi, ya'ni o'zbek tarjima qilinadi va o'zbek tiliga ham bor. O'zbek tiliga ham adashmasam 5 oy oldin sessiya bo'luvdi Binance ishchilari tomonidan va o'zbek tili tez orada chiqadi deyildi. Menimcha o'zbek tili ham bor bo'lsa kerak. Tak masalan, o'zbek deb